eng katta saboq bergan xatolik bu shartnoma tuzmasdan mijozlarga xizmat ko'rsatish. Men uchun juda og'riqli qimmat tushgan xatoliklardan biri. Ya'ni men mijozlarga xizmat ko'rsataman, lekin mana misol, oddiy real misol aytaman sizlarga. Bizda ko'chmas mulk sohasi bo'yicha shogirdlarni qabul qilgan paytimizda boshida juda slabiy bo'lgan, bizning ta'lim dasturlari slabiy bo'lgan. Qaysi ma'noda? Aynan konkretniy shartnomalar bo'lmagan, shartnomalar slabiy bo'lgan. Bolalar kelgan, biz yo'lkasini pul sarflaymiz. Bolalar kelishdan oldin bolalarga aytamiz. Bolalar, bu ko'chmas mulk sohasi, bu oylik yo'q birinchidan. Ikkinchidan, bugun uy sotgan taqdiringizda ham komissiyani qurilish kompaniyasi birdaniga bermaydi. Uchinchidan, uy sotish hammada har xil bo'ladi. Kimdir 1 oyda sotadi, kimdir 6 oyda sotadi. Lekin shu davr mobaynida sizda o'zingizni qoplab turish uchun mablag' bo'lish kerak deganimizda ko'pchilik aytadi, deydi, mablag' bor deydi. Ular nimaga ishonadi? Men bitamda joyga ishga joylashib olsam, o'sha oyligimdan xarajatlarni qoplayman degan maqsadda bizda mablag' bor, manaqa bor deydi, yoki meni ota-onam qo'llab-quvvatlab turadi deydi. Yo qanaqadir sabab bilan lish bu Dubayga kelib olguncha har qanaqa bir nimalarga, savollarga ular ijobiy javob berib, Dubayga kelishga kelib oladi. 1 oy, 2 oydan